Assalomu alaykum hammaga. Mana navbatdagi 7 sotikka mo'ljallangan katyorlarimiz bitdi. Nihoyalandi. Endi egalariga xudo xolasa jo'natamiz. Bugungi sanamiz 28-oktyabr. Endi katyorlar bilan tanishtiramiz. Avvalo shuni aytmoqchimanki, mana biz maslahat beramiz insonlarga. Maslahat berib, qanday katyor olish kerak, qanaqa nima qilish kerak, shular bo'yicha nima qilmoqchimiz. Mana bitta savol: nima sababdan bizdan katyor sotib olish kerak? Nima sababdan kitob katyor olmash kerak degan savoliga javob. Qaranglar. Misol mana biz shuncha paytdan beri mana shu bozorga kirib kelgan bo'lsak, birinchi o'rinda nimaga e'tibor berish kerak? Mana birinchi navbatda katyorimiz zo'r isitish kerak. Zo'r isitib, undan tashqari zo'r isitgandan keyin bu yoqilg'ini tejab berish kerak. Yoqilg'ini tejab, yaxshi isitish kerak. Uning uchun nima qilish kerak? Katyorda nimalar bo'lishi kerak? Bizni katyorimizda xudo xolasa birinchi navbatda yoqilg'ini tejab beradi, yaxshi isitib beradi. Endi biz sizlarga nima taklif qila olamiz? Shularni aytamiz. Birinchi bo'lib biz mana teplitsani ichki tomonidagi sistemasini qanday bo'lish kerak, qanaqa qilish kerak, shuni maslahatini beramiz. Eng zo'rini. Ikkinchi navbatda qanaqa qilsa ichkari tomonda turba tortilsa yaxshiroq bo'ladimi yo radiatormi? Ularni aytamiz. Qanday qilsa tezroq suv aylanib keladi turbada, bateriya bo'lmasdan yaxshiroq isitadi. Ikkita ko'chatni o'rtasiga qilingan holatlarda qanday qilish kerak turbani? Shularni aytib beramiz. Faqatgina katyorni o'zini sotmaymiz. Biz yaxshilab misol sizni daromad olishingizni ta'minlab beramiz. Shunaqa holatda bo'ladi. Misol ichkari tomondagi bu sistema. Undan keyingisi biz siz teplitsani nima qilmagan bo'lsangiz, teplitsiz qanday bo'lish kerak? Shularni ham aytib beramiz. Shunaqa holat. Oxirida mana sizga aytsam, mana dehqonchilikdan ham bizning xabarimiz bor. Shuning uchun biz qanday ish qilish kerak, qanaqa nima qilish kerak, hamma yo'g'ini aytib beramiz. Endi mana katyorga keladigan bo'lsak, katyorni biz sizga taklif qilyapmizmi? Faqatgina o'zimizni katyorni taklif qilib qolmaymiz. Misol boshqa katyorlarda aytgan taqdiringizda ham ko'rib, nima qilib, buni analiz qilib sizga aytib beramiz. U qanday katyor, qanaqa, nima bo'ladi? Misol yaxshi isitadigan bo'lsa, ko'miringizni tejasa, u sizga oling deb maslahat beramiz. Sizga aytib beramiz. Shunaqa holatda. Endi mana o'zimizga katyorga keladigan bo'lsak, birinchi navbatda katyor qanday bo'lish kerak degan savolga javobda nima uchun siz bizni katyorni olishingiz kerak? Misol mana ahlan fikr yuritish kerak birinchi o'rinda. Katyorlar hammasi bir xil. Meniki ham bir xil, ularniki ham bir xil. Tashqi tomon ko'rinishda katyor shu, hammasi shunaqa deyiladi. U chet elniki bo'ladimi, Yevropaniki bo'ladimi, boshqa joydikimi, Xitoydikimi, uni farqi yo'q. Faqatgina nimaga e'tibor berish kerak? Katyor ichkari tomonida shuni bilingki, suvni bo'lib tashlash kerak. Bo'lak qilib suvni har qanaqasiga bo'lak qildingizmi,
Misol oz suv tez qaynab ketadi. To'g'rimi? Misol fikr qiling. Oz suv tez qaynab ketadi. Ikkinchi navbatda ko'miringizni tejashga olib keladi u. Tez qaynagandan keyin ulitga havo haydaydigan, mana sizga aytsam, shu o'chiradi. Shunaqa holatda bo'ladi. Endi buni ham qanday qilish kerak? Buni tartib bilan qilib, suvni bo'lib tashlasa, bu nimaga olib keladi? Sizga aytsam, mana bu orqadagi dimoxoddan issiqlik chiqib ketmaslikka olib keladi. Shunaqa holatda. Mana biznikini ishlatganlar biladi. Biznikidan misol dimoxoddan o'ta ko'p issiqlik chiqib ketmaydi. Issiqlik chiqib ketmasdan nima qiladi? Shunaqa holatda. Issiqlik chiqib ketmadimi? Demak, bu yoqilg'i tejashga olib keladi. Shunaqa holat. Hozir mana qanday qilib tanlash kerak, qanaqa nima qilish kerak, shuni tushuntirib o'tdik. Oddiy kotel ichkari tomonda suvni kimki bo'lib tashlasa, shundagina yaxshi bo'ladi. Misol hozir O'zbekistonda 100% ko'proq, misol 95% kitob kotel yasayapti. Bunda men hozir mana menga tashlashib ham beryapti. "Moy kotelni olsam bo'ladimi?" desa, tushuntirib beryapman. Mahnaqa bunda yoqilg'ingizni tejamaydi, yaxshi isitolmaydi. Sabab desa, sabab list yuzasiga tegadidan keyin o'tib turib dimoxoddan chiqib ketib qoladi. Shu sababdan. Shuncha suv, misol turbani qilgan bo'lsa, turbada ham isitadi, zo'r degani emas. Bu misol buni tartib bilan qanday qo'ygan, qanaqa nima qilgan kotelni ichkari tomonga, shuniga bog'liq. Shunaqa holatni qilmasa, unda kotel effekt bermaydi. Mana men sizga aytsam, bizniki sinovdan o'tgan. Birinchi navbatda mana ko'mirlarga keladigan bo'lsak, qirg'izda ko'mirida, bu qirg'iz qozog'ni ko'mirida u zo'r ishlaydi. Endi buni yaxshi bo'lmagan ko'mirlardachi desangiz, mana angren, o'zimizni angren ko'mirlarda effekt beradi. Sabab nimaga desangiz, biz suvni bo'lib tashlaganimiz hisobiga angrenni gradusi past bo'lgan taqdirda ham unda ham isitadi. Bu lekin yanvar oylarida emas. Misol yanvarda nimasida mana -10 aynaqa bo'lgan paytda bu noto'g'ri narsa. Men qanaqa paytda fevral oylarida yoqsa bo'ladi. Sizga yoqilg'ini tejashga olib keladi u. Ham pulda. Undan keyingisi mana bu angren ko'mir 330 so'm shunaqa holatda. Misol aralash. Bundan 10 sotikka misol 300 kilo yoqvorganingizda ham misol o'zi 300 kilo yoqa olmaysiz. 300 kilo ko'plik qiladi. U shunda ham 100 ming so'mga aylanadi. Nimaga? Bu men o'zim sinaganman. Angren ko'mirni yoqib, o'zim sinaganman. Keyin boshqalarga maslahat berganman. Ular ham yoqishgan. Yoqib, ishlatib nima qilgan. Men shuni guvohimanki, bu kotel har qanaqa ko'mirni yoqadi. Xudo xolasa shunaqa holatda. Endi uchinchisi, misol mana ko'mirlarda uchinchisi, mana yaxshi belolmani, bu haligindaqa sopol degan tosh ko'miri bor ekan. U ham 350 so'm ekan. Sopol deb toshi chiqarishib yuboradi. Uni ham yoqadi. Buni ham sinovdan o'tgan. Sababki buni ham sinovdan o'tkazishib nima qilishgan. Bunda ham nima desam ekan, 2 tonna ko'mir yoqib, misol qolganiga shu sopolni yoqib turib, u betiga ilashtirgan. Shunaqa holatda chiqarishib yuborgan. Endi bu nima desam ekan, siz ekkaningizdan keyin yerdan daromad olib, faqatgina yoqilg'iga ishlatish emas, o'zingizga ham olib qolish maqsad. Bizda misol faqatgina hozir yoqilg'iga ishlataveradigan bo'lsangiz, edan qachon foyda topasiz? Shunaqa holatda.
Shuning uchun shularni hisobga olish kerak. Birinchi o'rinda yoqilg'i, ikkinchi navbatda zo'r isitib berish kerak. Shuni hisobga olmasangiz, siz bu tavakkal qilyap turgan biznesingizda yutkazasiz. Balki siz biznes qilyapsiz, 10 sotikka nima qiladigan bo'lsangiz ham 70 million, 80 million pul sarflaysiz egiga. Hamma yo'g'i zo'r bo'lguncha. Endi uni qaytarib olishingiz kerak. Qaytarib olsangiz, Xudo xolasa, misol bitta sezonda ham qaytarib olishingiz mumkin. Shunaqa holatda. Endi misol mana katyol haqida sejinday tushuncha nima qilib ketamiz, ichkari tomonlari qanaqa bo'lgan, qanaqa nima bo'lgan, ko'p videolarda aytib, nima qilganmiz, ko'rsatganmiz endi ochig'i. Ya'ni ko'rsatamiz. Mana shu katyollarni 7 sotiklik har xil joylarga ketadi, Xudo xolasa. Bu endi sizlarga aytsam, yoqilg'i tejamkorligi uchun, yaxshi isitgani uchun olishyapti. Misol, shu kitob katyollardan bizniki jindagigina qimmatroq. Ammo ming bor uzr. Sabab nimaga qimmat senlarniki deb nima qiladi? Mana sababini ham aytib o'tib ketamiz. Mana oddiy mash 7 sotiklik. 7 sotik. 5 sotikdan 7 sotikgacha. Shuni razmeri, misol ko'rsanglar, biri 17 uzunligiga, bo'yiga biri 70, biri 80. Mana o eshiklari bilan o'zi nimaniki yana ham katta bo'lib ketadi. Shunaqa holatda. Endi buni общий og'irligi 600 kilo. Buni ichiga narsa tiqilganda, metal ko'p ketgan, mehnat ko'p bunda. Shunaqa holatda natija kelib chiqadi keyin. Bitta aka bilan biz mana 1 gektarlikka hisobladik. 1 gektarlikda biznikida yoqilg'ini tejab qolsa, 1 oyda bitta katyolimizni olar ekan. Shunaqa holatda ekan. Hozir katyolimizni ochib turib, ichkari tomonini ko'rsatamiz. Eskalar qatmagan. Mana tasavvur qilsangiz, tasavvur qilish uchun mana oldi tomon ko'mirni tashladingiz. Tashashingizga yonadi, yoni bilan turbalarga tegadi. Turbalardan undan keyingisi shundaysiga orqa tomondan profildan larda bo'linib ketadi. Suv oldida bo'lingan. Xudoga shukr. Endi bundan iyag'iga profillarga o'tib olov ham bo'linib ketadi, ham suv ham bo'lingan. Shunday aylanib dimoxoddan chiqib ketadi. Dimoxoddan chiqib ketishiga sabab bo'ladi. Men endi misol nima demoqchiman? Shun bilan dimoxoddan issiqlik chiqib ketmaydi. Shunaqa holatda. Endi mana bir qator aligindaqa qanaqa tozalanadi, qanaqa nima bo'ladi deganlarga mana agarda katyol tozalanmaydigan bo'lsa, bu musorga aylanadi. Birinchi navbatda mana oldi tomondan tozalanadi, bemalol cho'tkasi bor. Cho'tkalar tashalgan, yana cho'tkasi bor. Shunaqa holatda bo'ladi. Ikkinchi navbatda bu turbani tozalash oldidan. Ikkinchi navbatda bu tepa tomondan ham turbani tozalanadi. Uchinchi navbatda profillarni mana shu yerdan tozalab nima qilinadi? Dimoxod. Dimoxodni ham mana pastdan tozalab nima qilinadi? Shunaqa holatda. Undan keyin buni axlatini mana olinadi. Oldi tomondagi ham xuddi shunaqa, mana bu yerda yoni bo'lgandan keyin axlat olinadi. Eshigi katta. Shunaqa holatda. Endi shunaqa katyollar olishinglar tavsiya beramiz. Misol mana bizni katyolni olmagan taqdirlarda ham biz nima qilamiz? Faqatgina maslahat berib nima qilamiz? Alhamdulillah, Xudoga shukr, hozirda
Umuman vaqtimiz bo'lmayapti. O'chirt. Nima sababdan? Effekt yaxshi bo'lgani uchun insonlar bir-biridan ko'rib, yoqilg'i yoqqanini, nima qilganini ko'rib olishyapti. Shunaqa holatda o'zidan o'zi klient kelib, bu qanday ekan deb turib olib ketavermaydi. Sabab qimmatroq bizniki. Shu sababdan qimmat bo'lsa ham misol olishyapti. Nimaga? Bu haligi yaxshilab qilamiz, yaxshi bo'ladi. Shunaqa holatda qimmat bo'lsa ham olib ishlatishyapti. Mana baraka topyapti. Eng avvalo inson norozi bo'lmasdan baraka topsa, undan keyin ham bizga ham yaxshi bo'ladi. Sabab biz sababini qilamiz. Shular orqali baribir sababi bo'lyapti-da. Nimaga ularniki dehqonchiligi yaxshi bo'lsa, bizda ham yaxshi bo'ladi. Shunaqa holatda. Inshaalloh kimga shunaqa katta yo'llar kerak bo'ladigan bo'lsa, maslahatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, telefon qilaverasizlar, videoga nimani yozib qo'yaman, nomerimni. Xudo xolasa, nima desam ekan, bir-birimizga foydamiz tegsa, bu xursand bo'lamiz. Bu hayotda endi faqatgina maqsad pul emas, insonni nimasidan manfaatli bir-biriga foyda keltirsa, shu yaxshiroq bo'ladi. Xudo xolasa. Mana ko'pchilik telefon qiladi, maslahatini beramiz qo'limizdan kelgancha. Telefon qilgan paytda ololmasak qaytaramiz, xudo xolasa. Shunaqa holatda bemalol murojaat qilaverasizlar. Hammaga rahmat, kattakon. Biz katta yo'llarni ham xudo xolasa sal nima bo'lib qoldi, mashhurroq bo'lib qoldi. Ko'pchilik aytishyapti. Xudoga ming qatla shukr. Mayli, sog' salomat bo'linglar.